Voh, giysa to'g'ri giygidik narsalardan biri hisoblanadi. Dostavka ham amal etadi bu narsalarimiz. Bu hozir ko'rib turganingiz XL razmer. Ko'ribsizlar. Adidas brend. Mahsulotimiz italyanskiy stilda tikilgan Xitoyni birebir lyuks kачествоsi, ya'ni Xitoyning mahsulotlaridan biri. Ko'ribsizlar, materialimiz cho'zilib sveta qaranglar sveta. Вообще необычный svetlardan biri bo'ladi. Brendga ahamiyat berib o'tishlaringizni so'rayman. Ko'ribsizlar, ham narxlari esa 120 ming so'mdan. Masalan biri. Sizlar uchun 140 ming so'mdan, xudo xolasa. Assalomu alaykum, Dadaxon brend obunachilari, kuzatuvchilari, qarindoshlarim, nechiklar, yaxshimisizlar? Bormisizlarmi? Hurmatli mijozlarimiz, ko'p vaqt bo'libdi. Sizlar bilan kuru dvoyka, futbolka, shortik deb qapmiz. Aynan hozir shortik kiyib bilinman degan mijozlarimiz uchun trikolarni obzor qilib o'tmasak bo'lmaydi. Xudo xolasa, bugun sizlar bilan ya'ni faqat sportivniy variantdagi trikolarni ipidan innasidan ili narxlari bilan birma-bir obzor qilib ko'rsatamiz. Hurmatli mijozlarimiz, qaranglar. Boshda shu молодой og'alarimizdan boshlayveraylik. Ya'ni uskirak giyinishni yaxshi ko'radigan mijozlarimiz uchun qaranglar, вообще необычный ranglardan ishqilib, xudo xolasa razmerdan muammo yo'q. Qaranglar, birinchi xil rasvetchasi. Ko'ribsizlar, oyoqda boyqlik bilinmaydi. Качествоsi konkret narsalardan biri bo'ladi. Hurmatli mijozlarimiz, ko'ribsizlar ham. Bu narsani yana ham eng qiziqarli tomoni qaranglar. Ko'ribsizlar. Bir qism ham bo'lmaydi. Ya'ni bir qism ham ilmaydi bu narsa. Og'irligini keladigan bo'lsak, 100 gram chiqmaydi. Xolodok materialda narxlari вообще zo'r narxda chiqaryapmiz. Xudo xolasa, narxlari 140 ming so'mdan. Xudo xolasa, kelaverasizlar magazinimizda. Bu narsaning asl narxi 160 ming so'mlik chistin konkret narsalardan biri. Sizlar uchun 140 ming so'mdan, xudo xolasa, kelaverasizlar magazinimizda. Endi qaranglar, bu narsadan bir ko'rib o'tinglar, hurmatli mijozlarimiz. Bu вообще zo'r narsalardan biri bo'ladi. Big Life brend ostida ishlab chiqarilgan. Narxlari esa 120 ming so'mdan. Bu ko'rib turganingiz esa qaranglar, brendga ahamiyat berib o'tishlaringizni so'rayman. Ko'ribsizlar, ham adaptoniy variantda bo'ladi. Svet ham вообще kokir svetlardan biri deydi-ku. Ham manzetin ham sal bitta boshim kerak so'raganda sizlar. Bu narsani ham akka qo'ydik. Ham 50 lik ham zo'r bo'lib turadi. Konkret narsa, hurmatli mijozlarimiz. Narxlari 110 ming so'mdan chiqdi bu narsalarni. Ketdi. Qaranglar. Sveta qaranglar, sveta. Вообще необычный svetlardan biri bo'ladi. Hurmatli mijozlarimiz, hockey svet esa hockey svet emas. Siz umuman tushunib bo'lmaydigan degan ranglardan biri bo'ladi. Ham budjetning narxda chiqarganmiz bu narsani. 110 ming so'mdan ketdi. Bu svetdan bir qator ko'rib o'tinglar. Bu meni 110 ming so'mdan chiqarganmiz. Hurmatli mijozlarimiz, bizlarning brend va poloskalari tushirilgan varianti bo'ladi. Endi qaranglar, Nike'dan ko'pchilik mijozlarimiz so'ragan edi. Bu narsa konkret narsalardan biri bo'ladi. Materialga keladigan bo'lsak, material вообще zo'r. Giygan vaqtda sizga komfortlikni beradigan narsalardan biri hisoblanadi. Xudo xolasa, narxlari esa 120 ming so'mdan. Ketdi. Endi bu yanana brend va chistin original narsa giyaman. Pulning ahamiyati yo'q degan mijozlarimiz uchun bu narsani ilojini topganmiz. Qaranglar, chistin naturalniy Adidasni to'g'ridan-to'g'ri firmasini o'zini aytganmiz bu narsani. Ko'ribsizlar, Adidas brend. Mahsulotimiz italyanskiy stilda tikilgan Xitoyni birebir lyuks kачествоsi, ya'ni Xitoyning mahsulotlaridan biri. Ko'ribsizlar, materialimiz cho'zilib qaytuvchan bo'ladi. Kачествоsi konkret narsalardan biri. Shaxsan men o'zim 3 kачествоdan giyganman, ya'ni bu svetidan. Qora, yonboshi seriya poloska o'tgan variantidan giyganman. Xavotirishdan umuman gap bo'lishi mumkin emas. Konkret narsalardan biri bo'ladi. Hurmatli mijozlarimiz, bu narsani xudo xolasa narxlari sizlar uchun o'zi asl narxi bilasizlar bu narsani 200 ming so'mlik. Lekin sizlar uchun, podpischilarimiz uchun necha so'mdan qo'yib beraman deb o'ylaysiz, hurmatli mijozlarimiz? 150 ming so'mdan qo'yib beraman. Bemalol kelaverasizlar magazinimizga. Naturalniy chistin Xitoyning narsalaridan biri bo'ladi. Chistin brend va trikolarimiz, hurmatli mijozlar. Narxlari esa 150 ming so'mdan. Qaranglar. Обычный razmeri, ya'ni razmerlardan shu o'rtadan bir qator tushuntirib o'taman. Razmerlari L dan tortib to 4XLgacha chiqadi. L dan 4XLgacha. Endi qaranglar, sizlar shu o'rtada nechik svet yoqdi bilmadim-ku-da, lekin men o'zim shaxsan shu hockey sveti demoqdi. Kачествоsi konkret narsalardan biri bo'ladi, hurmatli mijozlar. Voh. Giysa to'g'ri giygidik narsalardan biri hisoblanadi. Dostavka ham amal etadi bu narsalarimiz. Bu hozir ko'rib turganingiz XL razmer, ya'ni mendan sal bitta semizroq bratlarimizdan boshlanib, ularning 4XLgacha, ya'ni eng kattasi adashmasam 90-95 kilo odamlarimizdan bemalol to'g'ri keladi. Qaranglar, bu narsa oddiy mehr berib ishlangan joyini sizlarga ko'rsatib o'taman. Voh. Temno-siniy oq ketadi-ku. Keyin shuni ochganda o'zlarimizning magazinimizda qaranglar, brend va futbolkalardan ham bor.
Lukatib ham taxlab beraveramiz, hurmatli mijozlarimiz. Kelaverasizlar magazinimizga. Narxi bu narsani 200 ming so'mlik edi, sizlar uchun 150 ming so'mdan. Xudo xolasa kelaverasizlar magazinimizga. Chisting konkret narsalardan biri bo'ladi. Endi qaranglar, bu yon tarafimiz обычный razmer bo'ladigan bo'lsa, endi bu yonimiz большой razmer, ya'ni eng kichkina razmeri 4XL, 3XL dan boshlanadi bu yerda ko'rib turganingiz va eng kattasi esa 7XL, ayrimlari 8XL gacha chiqadi. Bu narsalarni xudo xolasa hozir bir razmerlarini ham aytib o'taman. Ketdi. Trikomiz Görtüslah konkret narsalardan biri bo'ladi bu. Xitoyning original mahsulotlaridan. Görtüslah 2 dona etletkali. Originalligi уже sho'rni o'zidan bilinib turibdi, hurmatli mijozlarimiz. Materiali вообще gap bo'lishi mumkin emas umuman. Havo o'tirish ham garantiyali narsa. 100 emas, 150% garantiya bu narsani havo o'tirishini. Ketdi. O'zini Brand V emblemalari tushirgan, ya'ni Adidasdan. Fosforli bo'ladi. Bejiviy svetni o'ldirib berganlar. Razmerlarga keladigan bo'lsak, 4XL, ya'ni eng kichkina razmer 4XL dan eng kattasi 8XL gacha chiqadi. Og'am o'zidan chiqqan varianti. Ko'pchilik boshimga kelgan mijozlarimiz oqsiz variantni olib qo'yadigan afsuslanib yuradi. Bu narsadan emas, hurmatli mijozlarimiz, oq o'zidan chiqqan, xudo xolasa konkret narsalardan biri bo'ladi. Narxlari esa 170 ming so'mdan chiqqan bu narsani 220 ming so'mlik. Bilasizlar, Dadaxon brend sizlarga yomon narsani pillaga aytmayman. Eng original qimmat narsani eng arzon narxda xudo xolasa sizlar uchun chiqarib berishga harakat qilamiz. Hurmatli mijozlarimiz, endi bu safargisi esa Nike'dan bo'ladi. Ya'ni shu Xitoyning shu kачествосidan davom etamiz. Ketdi. Materialni qaranglar bu narsani. Dorogiysa gigili narsalardan biri-ku, yozda yetib qoladigan narsalardan. Eng kichkina razmeri 3XL dan 6XL gacha chiqadi. Bemalol kelaverasizlar bu narsadan. Narxlari sizlar uchun shu bahoda olaman. Endi qaranglar, Alfa. O'zi bu gigamiz demoqchi bilsa kerak, Alfa O'zbekistonda nomer 1 firmalardan biri bo'lib keltir, ham hozir ham hech qaysi brendni eldan chiqarmayapti Alfa firma. Endi to'g'ri, mahsulotimiz O'zbekistonniki, lekin konkret narsalardan biri bo'ladi. Bizda bu narsaning ikki xil rasvetkasi bor, ya'ni ikki xil tovarda. Birinchi xil tovarni o'zingiz ahamiyat berib o'tinglar. Bu narsa ham sechniy bo'ladi. Endi bu narsani sizlarga yubqaligini bir ko'rsatib o'tmasam bo'lmaydi. Görtüslah yubqaligini. Уже orqasindagi masalan duvokalarimiz polni ko'rinib turibdi. Ya'ni shu darajada yubka ishlangan rasvetkalardan biri. Xudo xolasa, narxlari sizlar uchun 160 ming so'mdan chiqardi, hurmatli mijozlarimiz. Asl narxi 190 ming so'mlik trikomiz bo'ladi. Razmerlari 54 dan 60 gacha chiqadi. 54 dan 60 gacha. Chisting konkret narsalardan biri. Bu hozir ko'rib turganingiz 54 razmer, ya'ni 80-85 kilo odamlarimizga boshlanadi. Endi qaranglar. Bu materialimizdan keladigan bo'lsak, lycra material aralash bo'ladi. Ya'ni hozirgi havoda giysa bo'ladi, ya'ni lycra aralash. Bu materialni o'zi bilgan mijozlarimiz yaxshi biladi. Bu 54 razmer. Bu narsani xudo xolasa sizlar uchun shu sanada chiqarib beramiz. Endi qaranglar, hurmatli mijozlarimiz, shu o'rtada sizlarga bir narsani tushuntirib o'tmasam bo'lmaydi. Ya'ni Fore Turkiyaning firmasi, lekin o'zlarimizning yigitlarimiz bu yerda ishlab chiqarib o'tyapti bu narsani. Razmerlari 4XL, 5XL, 6XL'lari qoldi faqat. Bu narsalarni sizlarga aytib o'tadigan bo'lsam, hozircha ham shu svetdan bor. Ya'ni do'kimtir svet o'xshaydi. Seri svet ham ozgina chalinib beradi bu narsamiz. Material konkret narsa, ham havo o'tirish ham 100% garantiyali narsalardan biri. Narxlari o'zi 190 ming so'mlik edi, 180 ming so'mlik. Sizlar uchun xudo xolasa 160 ming so'mdan qo'yib beraverdik. Kelaverasizlar xudo xolasa magazinimizga. Endilikda qaranglar, hurmatli mijozlarimiz, yo'q, men bu kачествоlarni umuman kiyib bilaman degan mijozlarimiz uchun menga chisting paxtadan bo'lgan narsa kerak degan mijozlarimiz uchun bu narsani lozim topganmiz. Hurmatli mijozlarimiz, qaranglar. Chisting naturalniy trikolarimizdan kelgan, ya'ni naturalniy hib. Bu hib xalodok materialimiz bo'ladi. İçində 70% paxtadan iborat, 25% sintetikdan iborat bo'lgan bo'ladi. Mahsulotimiz вообще zo'r. Hib xalodok materialimiz. Agar bizdan shu narsani dostavka qilib oldirgan bo'lsangiz, yo bo'lmasa magazinimizda xarid qilgan bo'lsangizlar, kачествосini bir o'zingiz bahosini berib o'tavinglar kommentariyada. Bemalol yozib o'tsangiz bo'ladi. Razmerlari 54 dan 60 gacha chiqadi. Lekin material вообще zo'r. Xudo xolasa, narxlarni вообще zo'r narxda chiqaryapmiz. Bu ko'rib turganingizni narxi 120 ming so'mdan. Qaranglar. Kubik yetadi-ku. Bu narsani ham o'zi magazinimizdan xarid qilgan mijozlarimiz yaxshi biladi. Ya'ni yozgi variantidan ham keldi. Hurmatli mijozlarimiz, bemalol kelaverasizlar magazinimizga. Ham qora svetda bo'ladi. Yubkagina qilib ishlangan model.
Xudo xolasa uyaltirib qo'yiladigan narsalardan emas, hurmatli muzaffarlarimiz. Вообще giysa giygidek narsalardan biri bo'ladi. Kачествоsi zo'r. Endi qaranglar. Темно-синий giyimini muzaffazlarimiz uchun ham bu narsadan ham bam chistin 70% paxtadan iborat bo'lgan mahsulotimiz bo'ladi. Lekin kачествоsi zo'r. Bu narsani xudo xolasa narxlari shu sanada xudo xolasa sizlar uchun chiqarib beramiz. Bugungi qisqacha bo'lsam trikolarimizni obzori shulardan iborat edi. Hurmatli muzaffazlarimiz, xudo xolasa keyingi videolarimizda polklassika variantdagini ham albatta обязательно chiqarib o'tamiz. Videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, bir like bilan kommentariy yozib qo'yish yoddan chiqmasin. Sizlar bilan ekran qarshisida Kamina dadaxon bo'ldi. Adresni bilasizlar. Urganch buyum bozori 3-qator 136-magazin. Hammangizni magazin 136 da kutib qolamiz, kelaverasizlar.